Tasavvur qiling, siz 9-asrda Norvegiyada tug'ilgansiz. Tug'ilganingizdayoq vaziyat og'ir. Onangiz sizni dunyoga keltirib, deyarli bir o'lib tirildi. To'y esa siz yig'lay boshlagan zahoti xonadan chiqib ketadi. Lekin siz oddiy yig'lamaysiz, qichqirasiz, xuddi qon hidini sezganday. Kichkina mushtlaringizni urasiz. Onangiz esa sizni bag'riga bosmaydi. U titraydi, chunki hatto go'dak bo'lsangiz ham sizda nimadir boshqacha. Otangizchi? U yo'q. U Fransiyaga urushga ketgan, axir viking bo'lib har kuzda talon-tarojga bormaslik bu juda g'alati holat. Vaqtlar o'tadi. Siz 5 yoshdasiz. Boshqa bolalar o'ynayotgan paytda siz onangizga o'tin kesishda yordam berasiz. Ko'ngli xushlik uchun daraxtlarga atayin urilib, echkilarni tishlaysiz. 8 yoshga yetganingizda nega hech kim otangiz haqida gapirmasligini o'ylay boshlaysiz. Keyin bir narsani eslaysiz. Onangiz bir paytlar haftalab yig'lagan edi. O'shanda tushunmagansiz, endi ulg'ayib buni tushundingiz. Otangiz bu hayotda yo'q. Siz xafa bo'lasiz, lekin yig'lamaysiz, chunki siz vikingsiz. Sizga yig'lash ruxsat etilgan his-tuyg'ular qatoriga kirmaydi. Yoshingiz oshgani sayin ichingizda nimadir noto'g'ri ekanini seza boshlaysiz. Sizning g'azabingiz oddiy emas. Bu juda xavfli, qotilona g'azab. Siz tovuqlarni ham tishlaysiz. Qo'shningizning oyog'iga bolta urasiz, shunchaki u sizning yog'och qilichingiz ustidan kulgani uchun. U zo'rg'a tirik qoladi. Rostini aytganda bu hali boshqalarga qilganingizga qaraganda yengilroq narsa edi. Endi onangizning xayolida faqat bitta narsa aylanadi. Sizni butunlay vahshiyga aylanishdan saqlash. Ichingizda esa odamlarni og'ir jarohatlashdan zavqlanadigan nimadir bor. Kunduzlari siz oddiy ish bilan bandsiz. O'tin yorasiz, suv tashiysiz, o'zingizni yaxshi odamdek tutishga harakat qilasiz. Lekin kechalari bu dahshat. Siz uxlay olmaysiz. G'alati tushlar, vahiylar ko'rasiz. Eng yaxshi uxlagan kechangiz 1 soat. Bu ham tasodifan. Oxir onangiz sizni shamanga olib boradi. U sizga qarab turadi-da, sizni nima qiynayotganini ko'rsangizgina, keyin keling deydi. Muammo shundaki, siz tushlaringizni eslay olmaysiz, lekin bir kuni ertalab hammasi o'zgaradi. Siz uyg'onasiz, tinchgina. Bu safar avvalgidek qichqirmaysiz va eng muhimi, tushlaringizni eslagansiz. Darrov shamanga yugurasiz. U sizni tinglaydi va aytadi: "Bu tushlar oddiy emas, bu vahiy. Siz urushishingiz kerak." Bu sizga yaxshi eshitiladi, chunki buni ich-ichingizdan xohlaysiz. Lekin bu shuni ham anglatadi: siz la'natlangansiz. Odamlar sizdan qo'rqadi. Siz oddiy hayot kechira olmaysiz. Hatto onangizdan ham uzoq yurishingiz kerak. Aks holda uni tasodifan o'ldirib qo'yishingiz mumkin. Endi hayotingiz o'zingizniki emas. O'sha paytdagi jinnicha tushunchaga ko'ra, Odin urush xudosiga tegishli. 12 yoshga to'lganingizda siz ko'plab kattalardan ham kuchliroq bo'lasiz. Qishloq esa sizni jangchilar oldiga yuboradi. Aslida iltimos, bu bolani olib keting deb. Sizni keksa berskerlar guruhiga topshirishadi. Ular qo'rqinchli, umuman kulishmaydi, gaplashishmaydi, faqat urushishadi. Siz bolta bilan jang qilishni o'rganasiz. Avval bu osondek tuyuladi. Silkitasiz, maydalaysiz. O'zingizni kuchli his qilasiz. Lekin keyin haqiqiy mashg'ulotlar boshlanadi. Sizni ikkita katta jangchi bilan urushtirishadi. Siz zarba berasiz, ular qaytaradi. Ba'zida buni teskarisi. Ba'zida esa sizni qurolsiz holda bolta ushlagan odamga qarshi qo'yishadi. Oylar o'tadi, tanangiz ko'karishlar, kesiklar, chandiqlarga to'la bo'ladi. Lekin endi siz boltani ishlatishni bilasiz. Bir kecha olov yonida o'tirib, boltangizdagi qonni artib o'tirganingizda, bu qon balki sizniki yoki boshqa birovniki ham bo'lishi mumkin. Shunda yoningizga bir odam keladi va kiyiming qon bo'libdi. Almashtirishga hojat yo'q. Sen uchun M-Shop Kids kiyim do'koni bor. U yerda Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri kirib keladigan arzon kiyimlar bor. Bir qarab ko'r, arzonligidan ukalaringga ham qo'shib olasan, ham sifatli deb aytadi. Siz esa darrov komment orqali o'tib, ularni ko'rasiz. Ha, M-Shop Kids bu bir marta kirib ko'rishga arziydigan do'kon. Havola kommentda arzon narxga farzandingizni xursand qiling. 16 yoshga kirganingizda siz allaqachon juda kuchli jangchiga aylanasiz. Lekin bu hali yetarli emas. Chunki siz oddiy jangchi emassiz. Siz Odinning shaxsiy qotillik mashinasi bo'lishingiz kerak. Endi jismoniy emas, ruhiy tayyorgarlik boshlanadi. Sizga bersker holatini qo'zg'atish o'rgatiladi. Bu shunday holatki, unda og'riq umuman ahamiyatga ega emas. Qo'rquv yo'q. Bu holatga qanday kirasiz? Qo'ziqorinlar orqali. Oddiy emas, gallyutsinatsiya beradigan qo'ziqorinlar. Siz ularni yomon ko'rasiz, chunki har safar yeganingizda Odin miyangizda paydo bo'ladi. U nimadir gapiradi, lekin siz deyarli tushunmaysiz. Lekin bu eng yomoni emas. Eng yomoni keyin nima bo'lishi. Oxirgi marta qo'ziqorin yeganingizda hushdan ketib, o'rmon ichida uyg'ongansiz. Qo'lingizda esa inson qo'li bor. Lekin bu sizniki emas. Keyin bilasiz, bu qo'l qaysidir bir vikingga tegishli bo'lgan. U siz bilan bersker holatida to'qnash kelgan. Shundan keyin 2 yil davomida ruhiy tayyorgarlik davom etadi. Juda ko'p qo'ziqorinlar, juda ko'p sinovlar,
Oxiri siz tayyor bo'lasiz. Sizni qirolning shaxsiy qo'riqchilari safiga olishadi. Bu katta sharaf, lekin bu uzoq davom etmaydi, chunki tez orada qirol Angliyaga yurish boshlaydi. Sizning birinchi katta urushingiz. Endi siz kemadasiz. Hayotingizda birinchi marta dengizdasiz. Bu esa oson emas. Deyarli butun vaqtni ko'ngil aynishi bilan o'tkazasiz. Boshqa yosh vikinglar sizga hayrat bilan qarashadi, katta vikinglar esa aksincha sizdan uzoqroq yurishadi. Chunki ular berskerlar nimaga qodirligini bilishadi va ular boshlarini joyida saqlab qolishni xohlashadi. Nihoyat qirg'oqqa yetasiz. Dastlabki reydlar oson o'tadi, kichik qishloqlar, deyarli qarshilik yo'q. Siz urasiz, ular yiqiladi. Siz talaysiz. Hammasi oson, lekin keyin haqiqiy urush boshlanadi. York qiroli qo'shin yig'adi. Endi bu oddiy talonchilik emas, bu to'liq urush. Bersker sifatida sizda ikkita yo'l bor. Qirolni himoya qilish yoki oldingi safda hujum qilish. Siz yangi bo'lganingiz uchun sizni oldingi safga yuborishadi. Bu esa eng xavfli joy. Lekin siz qo'rqmaysiz, aksincha hayajonlanasiz. Jangdan oldin marosim boshlanadi. Siz va boshqalar qo'shiq aytasiz. O'zingizni kesasiz va yana o'sha qo'ziqorinlarni chaynaysiz. Miyangizni betartiblikka to'ldirish uchun. Boshqa vikinglar uzoqdan qarab turishadi. Hech kim sizga yaqinlashishni xohlamaydi. Keyin boshlanadi bersker holati. Siz va sizning otryadingiz dushman tomon quturgan bo'rilar kabi yugurishni boshlaydi. Sizda shunaqa kuch borki, hatto dushman qalqonlari ham ish bermaydi. Siz hamma narsani parchalaysiz va keyin birdan hammasi tugaydi. Siz hushdan ketasiz, ko'zingizni ochganingizda atrof jim. Siz yerda yotibsiz, qonga belangan holda. Bu qon sizniki emas, atrofingizda esa jasadlar ko'p. Lekin ular katta jangchilar emas, ular bolalar. Siz mashg'ulotni boshlaganingizda qaysi yoshda bo'lsangiz, shunga yaqin yoshdagilar. Siz o'tirib qilgan ishlaringizni o'ylaysiz. Ichingizda og'ir hislar paydo bo'ladi. Aybdorlik, shubha. Odin rostdan ham shuni xohlarmidi? Uyini himoya qilayotgan bolalarni o'ldirishni. Birinchi marta siz bunga ishonchingiz komil emas. Siz birinchi katta jangingizdan omon chiqdingiz. Lekin bu g'alaba sizni xursand qilmayapti. Siz Norvegiyaga qaytasiz. Yana qirolni qo'riqlaysiz. Go'yo hech narsa bo'lmagandek. Odamlar siz haqingizda pichirlashni boshlaydi. Jangda vahshiy hayvon, hozir esa jim va sovuq odam. Lekin Yorkdagi voqeani ko'rganlarcha, ular sizga yaqinlashmaydi ham. Siz endi oddiy odam emassiz, go'yoki boshqalarning qo'rquvisiz. Shunga qaramay siz 30 yoshga yetasiz. Bersker uchun bu juda katta yosh. Ko'pchiligi 25 ga ham yetmaydi. Sababi jang emas, balki keyinchalik hech kim ular bilan yashay olmasligi, psixologik bosim. Bu kurashda o'zini ehtiyot qilmaslikka olib keladi va ko'pincha halok bo'lishadi. Lekin siz bardosh berdingiz. Tanangiz chandiqlarga to'la. Oqsoqlanasiz, miyangiz esa hech qachon tinchlanmaydi. Soqolingiz oqarib boryapti. Bo'g'imlaringiz og'riydi. Chap qo'lingiz deyarli ishlamaydi. Endi siz oddiy jangchi emassiz. Siz boshqalarni boshqarasiz. Berskerlarga yetakchilik qilasiz. Qirollar sizni eng og'ir joylarga yuboradi. Siz yana va yana janglarga chiqasiz. Keyin qirolingiz vafot etadi. Taxtga uning o'g'li chiqadi va u sizni qirollik qo'riqchilari boshlig'i qiladi. Yangi qirol otasida yaqinli emas, lekin u haqiqiy viking. U bosqinchilikni yaxshi ko'radi. U jangni yaxshi ko'radi. U urushni yaxshi ko'radi. Bu degani siz doim jangdasiz. Ko'proq urushlar, ko'proq qotillik, bersker holatiga yana va yana kirish. Avvaliga hammasi yaxshi bo'ladi. Siz hali ham nazorat qila olasiz. Qachon g'azabga kirishni o'zingiz tanlaysiz. Lekin keyin nimadir o'zgaradi. Siz nazoratni yo'qotasiz. Endi bersker holati qachon kelishini siz emas, u o'zi hal qiladi. Ba'zida jangda, ba'zida ovqatlanayotganda, hatto o'zingizning berskerlaringiz ham sizdan qo'rqishni boshlaydi. Agar o'sha qo'ziqorinlarga o'rgangan jangchilar ham sizdan uzoqroq yurayotgan bo'lsa, demak vaziyat yomon. Va bolalikdagi dahshatli tushlar esingizdami? Ular qaytib keladi. Soyali figuralar, to'liq ruhiy dahshat. Sizning yechimingiz yana o'sha eski usul. Ko'proq qo'ziqorinlar. Lekin bu safar bu yordam bermaydi. Aksincha, hammasini yomonlashtiradi. Miyangiz charchagan, kayfiyatingiz buzilgan. Yillar davomida qilgan qotilliklar nihoyat sizni ichingizdan yemira boshlaydi. Va birdaniga siz endi jangchi emassiz. Siz hamma uchun xavfga aylanasiz. Qirol sizni chetlatadi. Zaif bo'lganingiz uchun emas, juda xavfli bo'lganingiz uchun. Siz shamanlarga borasiz, javob izlaysiz. Vahiylar, tushuntirishlar, aniqlik, hech narsa ishlamaydi. Oxiri siz yagona mantiqli ishni qilasiz. Hammasidan uzoqlashish. Yolg'iz holda yovvoyi joylarga ketasiz. Hech kimga zarar bermaslik uchun o'zingizni surgun qilasiz. Lekin kechalari baribir tinchlik yo'q. Har kecha bir xil tush. Siz odamlarni o'ldiryapsiz, lekin ularning yuzlari yo'q. Faqat tanalar, qichqiriqlar, qon. Go'yoki bu cheksiz takrorlanayotgan jazodek. Siz bundan nafratlanasiz. Siz Odindan yolvorib so'raysiz bu azobni tugatishini.
sizga bergan g'azabni qaytarib olishini, lekin hech narsa bo'lmaydi. Yillar o'tadi. Odin jim, balki u sizni tashlab ketgan, balki u bilan ishingiz tugagan. Bir kun ertalab siz shaharga qaytasiz. Har bir vikingning ko'ziga qaraysiz. Ichingizda bitta fikr: kimdir meni o'ldirsin. Lekin hech kim oldinga chiqmaydi. Hatto shu holatingizda ham oqarib ketgan soqol, oqsoqlangan oyoq bilan ular sizni eslashadi. Urushlardagi dahshatni, dushmanlarni qog'ozdek parchalagan odamni. Shunday qilib siz yana yolg'iz qolasiz. Qo'lingizda qalin arqon, o'ylaysiz, agar Odin joningizni olmasa, balki uni o'zingiz topshirishingiz kerakdir. Va bu tanlagan vikingning so'nggi lahzasi edi. Oilam, bu video ham sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Meni qo'llash uchun maksimal kommentariyada Mr. M deb yozib ketinglar. Ha, M-Shop Kids'ga o'tib shunchaki obuna bo'ling, bir kun kelib albatta kerak bo'ladi. Sizlarni yaxshi ko'raman. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Hozircha xayr.